O'ringlar duddan chiqqandan keyin xuddi mashq holatda do'stlar, mana danayi chiqarib yuboriladi. Bitta xolajon iltimos sekinroq chiqarib bersiz mana mashq holatda. Bu albatta namakor suv bo'lsa kerak, adashmasam. Oddiy suvga qamalar ekan do'stlar, xuddi shu holatda tayyorlanib, quyoshda quritilib, mana shunaqa chiroyli qilib terib chiqishadi. Keyin O'zbekistonda hamma joyga, nafaqat O'zbekiston, butun dunyoga eksport bo'ladi do'stlar. Bitta like bosib qo'yinglar mana mehnatda hamma mehnatlarga. Hojonam ham mana mehnatda ekan. Hojona necha yildan beri shug'ullanasiz mana shu ish bilan? Xilla yil bo'lib ketdi. Ha, O'ri boshlagandan beri qilamiz. xudo xolasa. Umringizga baraka, bitta duo qilib qo'yasiz, bizni ham ishlarimiz yursa. Do'yatan do'lan sog' bo'lsin, qo'shaqlaringiz bilan qo'shaqari ishlangan vaqtkor berib doim sog'lashni ashla qilib yuraylar. Amin, Allohu akbar. Sog' bo'linglar, charchamanglar sizlar ham. Rahmat o'g'lim, kam bo'lmang. Mehnatdan. Qandoningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling.